Siz albatta buni bilasiz. Ansor sahobalardan eng avval islomni qabul qilgan sahoba. Jumaga sahobalarni eng avval jamlagan sahoba. Va shu bilan birga Baqiy qabristoniga eng avval dafn qilingan sahoba. Va shu sabab Madinaliklar orasida bu sahoba islomni qabul qilishlikda Madinaliklarning eng oldi bo'lganidek, Baqiy qabristoniga dafn qilishlikda ham eng avvalgilardan bo'lib Madinaliklardan o'zib ketdi degan ta'rifga sazovor bo'lgan As'ad ibn Zirora radhiyallohu anhu ning masjidlaridamiz. Bu sahoba islomi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga juda ham katta surur kiritgan sahobalardir. Alloh As'ad ibn Ziroradan o'zi rozi bo'lsin.